Biz mana shu Qiziriq tumanida birinchi sonli maktabga keldik. Ijodiy uchrashuvimiz, mahorat darslari mana shogirdim Nargiza Ziyodullayeva bilan keldik. Biz albatta endi ichkariga kirib o'zimizni o'zbek xalqining qadriyatlari haqida, urf-odatlari haqida, yor-yorlari, allalari haqida bolalar bilan mahorat darsini o'tamiz. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Mana bugun biz tuman madaniyat bo'limidan kelib, men Davlatov Shodmon bo'laman. Qo'ng'irot xalq badiiy jamoasini badiiy rahbari bo'laman. Bu kishi Ziyodullayeva Nargiza opalaring musiqa rahbari, o'sha Qo'ng'irot xalq dastasining musiqa rahbarlari. Mana Ozod opalarni hamma taniydimi? Ha! Hammamiz taniymiz. Bu kishi nima qiladi sizlarga? Madaniyat uyida har bitta tadbirda sizlar bor, to'g'rimi? Ha. Endi yonboshga, orqaga bir qaraymiz. U kishini ham taniymizmi orqada? Opalar. Ha. Kim u kishi? Sarvinoz ustoz. Demak, har bayramda sizlarga chiroyli ko'rinishlar, chiroyli liboslarni kiyg'izib, chiroyli harakatlarni o'rgatuvchi mana shu ustozlaring bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Demak, bolalar, bugun biz sizlar bilan nimani gaplashamiz? Nima bermoqchimiz sizlarga? Biz bermoqchi bo'lgan narsa, biz avvalambor o'zbek millatimiz, to'g'rimi? Ha. Hammamiz o'zbekmi? Ha. Mana shu uyda ham ota-onamiz har kun yuvib taraf sizlarni bola maktabga borib, mana bunday bo'lgin, domlangga quloq solgin, yaxshi o'qigin, kelajakda olim bo'lishing kerak deydimi otalarimiz? Biz hammasini shunga rioya qilyapmiz, to'g'rimi? Biz ana shu ota-bobolarimizning urf-odatlari, qadriyatlaridan kelib chiqib, biz sizlarga o'shalarni eslatib qo'ymoqchimiz. Masalan, biz o'zbek millatimiz bizning xalqimizda eng avvalo masalan farzand dunyoga kelsa qanday marosimlar bo'ladi yoki bo'lmasa qanaqa qo'shiqlarimiz bor. Allani hamma biladimi? Ha! Hammamizni onamiz alla aytadimi? Ha! Hozir ham aytadimi ukalarimizga? Ha! Bilganlar qo'l ko'tarsinchi? Malades. Rahmat bolalar. Demak, biz hozir o'sha bizning qadriyatimiz bo'lgan allalardan, yor-yorlar, urf-odatlarimiz haqida sizlar bilan gaplashamiz. Tushunarlimi? Ha! Demak, biz Allani hozir onalarimiz allasidan bir shingil eshitamiz. Xo'pmi? Alla aytay jonim bolam, quloq soligina alla aytay borim bolam, orom oligina alla bolam bog'imdagi tushunarlimi? Bolalarim, endi qarang. Bizda onalarimiz alla aytishgan, to'g'rimi? Kim eslaydi, kimni uyida shunday holat bo'lgan bobolaringiz ham tizzalariga olib erkalatib, bolam deb sizlarni erkalab tizzalariga qo'yib erkalatganmi? Ha! Mana shu erkalatishlar, o'sha bobolaringizni sizlarga bo'lgan mehrlarini bermoqchi bo'lgan bobolaringizni o'sha qo'shiqlari, xirgoylari
bizda mana shu Surxondaryo, mana shu janubiy viloyatlarda hozirgacha bu urf-odat saqlanib keladi. Bu otalar allasi deyiladi. Bolalaringizni endi biz hammamiz bobolarimizni eslaymiz, xo'pmi? Mana bobolaringiz tizzalariga olyapti-dagi sizlarni erkalatib, o'zini bilganini, niyatlarini, bu aslida allalar niyat qo'shig'i. Bu dunyoda eng maroqli, eng natijasi ro'yobga chiqqan ohanglarda eng maroqli ohang bu alla. Tushunarlimi? Alla qo'shig'ini eshitsangiz odam bir maroq topadi. Men sizlarga hozir otalar allasidan xirgoyi qilib beraman. Çal durul 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 Kıbladan turdu şomalim ey çal durul 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 Korusun mening amalim ey durul durul Ay bobakning to'paklari jalpillab ey Oynalay baxti kamalim ey Endi men aytaman, sizlar ham keyin qaytarib aytasizlar, maylimi? Bu o'sha otalar allasining naqora, qarang. Huyoyu ketdik. Huyoyu Talqon tuy ketdik. Talqon tuy Kasada suv. Kasada suv Betingda chuv. Betingda chuv Qarang. Oylar oydin oy bo'lsin ey shulg'ana jigit qizlarim boy bo'lsin ey halalab haydab tuyasi yana chalib yurgani noy bo'lsin ey hayyarana umr o'tar bandalar bir pasta nima bo'lsa ham iymon bo'lmasin xosta aytilmagan dostonim ey yurtim bog'i bo'stonim ey Hüyalar aytay bo'tamaya Sodiqlar bo'lsin vatanga Endi naqorat aytadi. Huyoyu ketdik. Huyoyu Talqon tuy. Talqon tuy Kasada suv. Kasada suv Betingda chuv. Betingda chuv Huyoyu. Huyoyu Aziz bolalar, mana shu demak bugun sizlar bilan biz hammamizni hali yodimizdan chiqib ulgurmagan allalar haqida gaplashdik, to'g'rimi? Buni sizlar qayta eslaganlaring, buning bu nimaligini tushunishga harakat qilganlaring mana shu ma'qul bo'ldimi sizlarga? Demak, bolajonlarim, bizga mana shu vaqtlaringni ajratib, e'tiborlaringni qaratganlaring uchun biz sizlardan minnatdormiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.